هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Cuma tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Cuma suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Cuma Medine'de nazil bolgan 11 ayet. Sure Cuma'nın fazileti doğrusida. İmam Müslim, İbn Abbas ve Abu Hureyre radıyallahu anhumlarının mundaq deganligini rivayet qiladi. Peygamber aleyhisselam Cuma namazida Sure Cuma bilan Sure Munafiqunni o'qiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Allah'a osmonlardagi ve zimindagi narsalar tasbih aytadi. Allah podshohi mutlaqdir. Hamma nuqsonlardan pokdir. G'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah ummiylarga, ya'ni yezishni ve o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qildi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni ve hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatdi. Gerçi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mana bu Allohning fazlidir ki, uni xohlagan odamga beradi. Allah ulug' fazl egisidir. Hamma narsaning Alloh taologa tasbih aytadiganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda osmonlardagi ve zimindagi barliq tilliq ve tilsiz mahluqotlarning Alloh taologa tasbih aytadiganligidan xabar qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Allah podshohi mutlaqdir. Hamma nuqsonlardan pokdir. Ya'ni u osmonlarning va zaminning podshohidir. Osmon zaminni o'z hukmi bilan boshqaruvchidir. Barliq nuqsonlardan pokdir. Mukammal sifatlar bilan sifatlanguchidir. G'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Muhammad alayhissalomning payg'ambar qilib avatilganligi to'g'risida. Allah ummiylarga, ya'ni yezishni ve o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kitob berilganlarga, ya'ni yahudiylar ve nasoralarga ve ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sana hiç ziyni yok. Senin fakat tebliğ qilish mas'uliyating bor.
Allah bendilerini, yani hem ahvalini körüp turğuçudur. Bu ayette Peygamber aleyhisselamның peygamber kılıp evetilgenlikini tilg'i ilish, onun başka milletlergimi peygamber kılıp evetilgenlikini inkar kılmaydı. Lekin Arablarga bo'lgan alohida ko'ngil bo'lishni bildirdi. Chunki Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomning butun insonlarga payg'ambar qilib avatilganligini Qur'oni Karimda nurg'un oyatlarda tilga oldi. Tövendeki ayetler şu ayetlerdendir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey insanlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Allah tarafidan avatilgan elchiman. Bu Qur'on manga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Kuffar jamoatlardan kimiki Qur'onni inkar qiladigan, uningga va'da qilingan joy davzaxdir. Bu haqda Sura An'amdagi munosabatlik oyatlarda va sahih hadislarda tafsili bayon qilib o'tdik. Bu oyat Allohning do'sti İbrahim alayhissalomning Makka ahliga qilgan duosini Allohning ijobat qilganligini ko'rsatib berdi. Chunki İbrahim aleyhisselam Allah'a Mekke ahlidan Allah'ın ayetlerini ulağa okup berdiğen, ulağını günahlardan paklaydiğen, ulağa kitabını ve hikmetini, yani peygamberinin sünnetini öğütüdüğen bir peygamber evetişini tilep dua kıygan idi. Şunda kılıp pak ve yüksek Allah ularning ichida Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Payg'ambarning kelishi uzilgan, to'g'ri yo'l xaralashgan, insonlar payg'ambarning kelishiga nihoyat muhtoj bo'lgan. Maryamning o'g'li Isa alayhissalom Allohning dargohidan elib kelgan, to'g'ri yo'lga chin yepishgan ozg'ina bir qism ahli kitobdan boshqa yer yüzüdeki barlıq insanlarga Allah'ın g'azabi taşqan bir paytda Peygamber aleyhisselamni peygamber qilib avatgan Allah Taalaga jimi hamd sana ve medhilari xosdir. Allah ummilarga, yani yezishni ve o'qishni uqmaydigan arablarga ularning ichidan bir peygamberni, yani Muhammad aleyhisselamni avatdi. U yani peygamber ulağa Kur'an ayetlerini okup berdi. Ularni günahlardan pak kıldı. Ulağa kitabni, yani Kur'anni ve hikmetni, yani peygamberinin sünnetini öğütüdü. Gerçi ula ilgiri uçuk gümrahlıkta bolsunmu. Bu şunun için ki Arablar burun İbrahim aleyhisselamның diniga e'tiqod qilatdi. Keyin ula u dinni o'zgartib, uning qoida prinsiplariga xiloflik qilib, tavhid aqidasini shirik aqidasiga, ishonchni shak shubhiga o'zgartib etdi. Ular Allah buyurmagan nurg'un ishlarni paydo qildi. Shundaqla ahli kitobmu kitoblarini o'zgartdi va ma'nilarini burmiladi. Shuning bilan Alloh taolo Muhammad alayhissalomni bütün insanlığa katta ve mükemmel, hemmini öz içige ağan İslam dininin şeriyeti bilen peygamber kılıp evetti. Bu din bilen ula hidayet tapıdı. Bu dinde ula dünya terikçilikide ve ahirette muhtaç bulunduğun cimi nesile bayan kılındı. Bu din ulanı cennetke ve Allah'ın razılığına yakınlaştırdığı nesige çakırdı. Devzaqdan ve Allah Taala'nın g'azabiga yaqinlashtiradigan narsadan to'sidi. Hammaga adil hukm chiqardi. Aqida va prinsiplardagi barliq shak shubhalarni va gumonlarni ayirdi. Payg'ambar alayhissalomdan ilgari o'tgan kishilardagi butkul yaxshiliklarni Payg'ambar alayhissalomga mujassamlashtirgan. Uningga
uningdan ilgarimi va uningdan keyinmi hech odamga ato qilmagan narsani ato qilgan Allohga jimi hamd sana va madhiya xosdir. Allohning marhamati va salomi payg'ambar alayhissalomga qiyomat kunigacha davom qilsin. Muhammad alayhissalomning arablargimi va arab bo'lmagan barliq millatlargimi elchi qilinganligi to'g'risida hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni biz payg'ambar alayhissalomning yonida o'ltirdik. Uningga sura Jumu'adagi hamda payg'ambarni texi ularning zamoniga bo'lmagan, ularning zamonida bo'lmagan keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlariga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir degan oyat nozil bo'ldi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, bu oyatni ko'z tutilganlar kimlar?" dedi. Payg'ambar alayhissalom ularga javob bermadi. Bu savol 3 qitim takrorlandi. Bizning oramizda Salman Farisi bor edi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini Salman Farisining do'lisiga qo'yib turib, agar iymon ukar yulduzida bo'lsa-mu, uningga bulardan bir turkum odamlar albatta erishgan bo'ladi, dedi. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmizi, Nasa'iy, Ibn Abu Hatim va Ibn Jarir qatorliqlar rivoyat qilgan. Bu hadis bu suraning Madinada nozil bo'lganligini, payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligining barliq insonlarga umumiy ekanligini nihoyat aniq ko'rsatdi. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning ikkinchi bir qavmiga degan oyatini Farislar deb tafsir qildi. Shunga payg'ambar alayhissalom ayni vaqtda Farislarga, Rumlarga va boshqa millatlarga xat yozib, ularni g'olib va buyuk Alloh tarafga chaqirgan va o'zi elib kelgan payg'ambarligiga ergishishga da'vat qilgan edi. Shunga Mujohid va bir qancha kishilar bu oyat tilga ilinganlarni arab millatidan bo'lmagan barliq millatlar deb ko'rsatdi. Amaliyotda bu oyat payg'ambar alayhissalomga iymon etgan arab millatidan boshqa har qanday odamni o'z ichiga oladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ya'ni Alloh g'alaba egisidir. Shariatida va oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mana bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan odamga berdi. Allah ulug' fazl egisidir. Ya'ni Alloh taolaning Muhammad alayhissalomga bu katta payg'ambarlikni ato qilishi va uni bu ummatga payg'ambar qilib avatishi Allohning fazlidir. Tavratni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan. Ondan onu ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uningga amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, uningga amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudiylar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydaliq cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan, charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan qavmning misoli nima degan yomon? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey Yahudiylar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat
o'zanglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar. Ular qilgan gunohlar tufaylidan o'limni hargiz orzu qilmaydi. Allah zalimlarni bilgichidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Allah sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degin. Yahudilarni ayiblash va ularni o'limni arzu qilishga chaqirish to'g'risida. Allah Teala Tevrat berilgan va uningga amal qilish majburiyati ustunlarga yuklangan, biroq uningga amal qilmagan Yahudilarni ayiblab mundaq deydi. Bu Yahudilarning misoli ustiga cho'ng kitoblar yuklangan bo'lsa-mu, ustida nimaning yuklanganligini bilmaydigan, faqat ustiga ig'ir narsaning ortilganligini his qiladigan eshaklarning misoliga o'xshaydi. Ana shu Yahudilar o'zlariga berilgan kitobni yod elib, ko'tirib, lekin uni tushunmaydi. Shundaqla shu kitobning talab bo'yicha amal qilmaydi. Balki ular u kitobni burmalab, ma'nilarini o'zgartirib yetadi. Ular eshakdan mu battar holdadir. Chunki eshakning aqli yo'q. Ularning bo'lsa aqli bor turib, aqlni ishlatmaydi. Shunga Allah Teala yana bir oyatda mundaq degan. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondan mu battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Allah'ның oyatlarini inkar qilgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey Yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarnila Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ya'ni agar sizlar o'zinglarni to'g'ri yo'l ustida, Muhammad va uning sahobalarini gumrohlik ustida deb gumon qilsanglar, bu ikki guruhdan qaysi gumrohlikda bo'lsa, shuningga o'lim kelsin deb beddua qilinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, shundoq qilinglar. Ular qilgan gunohlari tufaylidan, ya'ni kufri, zulmi va yomon ishlari tufaylidan o'limni hargiz arzu qilmaydi. Allah zolimlarni bilguchidir. Yahudilarning beddua qilishga chaqirilganligi haqida Sura Baqaradagi ularga agar oxirat yurti, ya'ni jannat Allohning qishida sizlar gumon qilgandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, sizlarni jannatga ulashtiradigan o'limni arzu qilib beqinglar. Jannat bizga xos degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar degin. Ular qilgan yomon amallari sabablik o'limni hargizmi arzu qilmaydi. Allah zolimlarni obdan bilguchidir. Shubhisizki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardan mu heris ko'rsan. Her biri 1000 yıl ömür ko'rishni arzu qiladi. Uzun ömür ko'rish ularni azobdan qutuldirib qolalmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turguchidir degan oyatning tafsirida tafsili to'xtaldik va oyatlarda o'zlarining yoki da'vogarlarning gumrohlik ustida ekanligi, beddua qilish ko'z tutilganligini tafsili bayon qildik. Shundaqla xristianlarni beddua qilishga chaqirganligi haqida Sura Al-Imrondagi sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib
Allah'ның la'neti yalğançılığı bolsun deb Allah'a yalvarıp dua qılaylı degan oyatning tafsirida va mushriklarni beddua qilishga chaqirilganligi haqida sura Maryamdagi ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytqinki kimiki gumrohlikda bo'ladigan marhamatlik Allah onunğa mühlet berdi degan oyatning tafsirida to'xtalib o'tdik. İmam Ahmad ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. La'nati Abu Jahil agar men Muhammadni Kabe'ning yanida ko'rsam, uning yeniga berib gadiniga desayman dedi. Payg'ambar alayhisalom agar u shunda qilgan bo'lsa, farishtalar uni cho'qim halok qilgan bo'ladi. Agar Yahudilar o'limni orzu qilgan bo'lsa, cho'qim o'lgan va o'zlarini davzaxda ko'ygan bo'ladi. Agar Allohning payg'ambari bilan beddua tilashkili chiqmoqchi bo'lganlar chiqqan bo'lsa, ular cho'qim bola chaqalardan va mol mulklardan ayrilgan holda qaytgan bo'ladi dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy, Tirmizi va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadar Rasululloh. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqidi. Ondan sizlar g'aybni va ashkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Allah sizlarga qilmishinglarni aytib berdi degan. Allah Teala bu vaqtda sura Nisoda mundaq degan. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Alhamdulillah, yuqorida sura Juma tafsiridan 8-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.